Assalomu alaykum. 2026-yil haj mavsumi yakunlanib, umra mavsumi boshlandi. Aynan umra mavsumini boshida odam kamligida umra safariga boraman deganlar, Xudo xolasa siz aziz vatandoshlarimiz uchun yangi reyslarimiz qo'yildi. Aynan ushbu reyslarimizni ma'lumotini bugungi videomiz davomida berib o'tamiz. Xudo xolasa bizda 23-ga Toshkent bir kun Dubay sayohatli preslatganli reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizning narxini $995 qilib belgiladik. Bundan tashqari aziz vatandoshlar 21-dan boshlab Toshkent Jidda yo'nalishidagi Primoy reyslarimiz bor. Aynan ushbu reyslarimizning narxini $1050 qilib belgiladik. Vodiy ahli bizdan reys so'raganlarga 28 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz $1070 qilib belgiladik. Xudo xolasa sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi Shinam gastinisalar, Makka Mukarramada esa aziz obunachilar 1 kilometr masofadagi Malak Al Safo nomli gastinitsamiz. 4-5 kishilik xona joylashuvi. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari hamda Qizil dengiz sayohat firma hisobidan qo'shib beriladi. Yuqori malakali 50 boshlar aeroportdan birgalikda sizlarga hamsafar bo'lib, birga borib, birga kelishadi. Albatta, inshaalloh aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalarini taqdim etiladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bizga aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarini tashab, hisob raqamlarimizga ozgina zakolatlarni tashab bersalaring bo'ladi. Albatta 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham bizga aloqaga chiqinglar. Narxlarimizdan chegirma qilib beramiz. Odam soniga qarab inshaalloh bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Ekrandagi raqamlarda biz 24 soat sizlar bilan aloqadamiz. Qo'shni Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar bemalol bizga aloqaga chiqishliklaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa sizlarni ham chiroyli qilib umra safariga jo'natamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.